Prezident tashabbusi islohotlar sabab bugun mahalla faqatgina ro'yxat yurituvchi idora emas, balki har bir fuqaroning hayotiga daxldor bo'lgan ijtimoiy markazga aylanmoqda. Yangi tizim berdi mahallaga bu imkonlarni aslida. Mahalla orqali yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Kam ta'minlangan oilalar qo'llab-quvvatlanyapti. Yoshlarga kasb, hunar o'rgatish, xotin-qizlar uchun tadbirkorlik imkoniyatlarini ochish ishlari amalga oshirilmoqda. Mahalla davlatning asosiy bo'g'ini va bugun qilinayotgan islohotlar avvalo mahallaga tushishi va u yerdagi aholini turmush farovonligini yaxshilash bosh maqsad qilingan. Ayni paytda biz Qibray tumanidagi Uymovut mahallasidamiz. Yaqinda davlat rahbari aynan mahalla tizimini yanada takomillashtirish va ayni boradagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish borasida video selektor yig'ilishi o'tkazgan edi va ayni shu selektor yig'ilishida Uymovut mahallasi hokim yordamchisi mahallada aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish borasidagi amalga oshirayotgan loyihalarni taqdim qilgan. Mazkur loyihalarni odamlar hayotidagi real aksini ko'rish maqsadida ushbu mahallaga tashrif buyurdik. Bir qarchi yeri ham o'zim bo'sh qolayotgan joyi yo'q, odam tadbirkorligini yo'lga qo'yishmoqda. Islohotlar Uymovutni ham Qibrayning ilg'or mahallalaridan biriga aylantirdi. Ishsizlik, boqimandalik kayfiyati, yangi tashabbuslar, ko'proq daromad topish harakatiga aylandi. Mahallalarda kuchli yettilik komandasi shakllandi. Bu qisqa muddatda natijalar salmog'ini oshirdi. Prezidentimizni shu boshlab bergan mana bu tizimlari, ayniqsa yettilik tizimi. Yettilikdan oldin ham beshlik edi unda. 2022-yilda hokim yordamchisi 10 qanot qilib berilgan bo'lsa, keyin yoshlar yetakchisi chap qanot qilib berildi raisligi. Mana shu yettilik Uymovut tajribasi konsepsiyasini o'ylab chiqdi. Bu endi nima deydi? Uyda o'tirgan yosh bolali, mana bu kelinlar, qizlarimiz bor-ku, bola tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan. O'shalar Telegram gruppa ochib berib turib haligilarni. Ular lag'mon cho'zyapti, misol uchun kerak bo'lsa, mavsumga qarab turib ko'k somsa qilib, misol uchun Telegramda qilgandan keyin qovoq somsa qilyapti, misol uchun chuchvara tugishlar, tefteliklar, yarim tayyor mahsulotlarni misol uchun ham ishlab turib reklama qilishyapti. Keyin o'sha oylik daromadi oldingilardan ko'ra 5-6 millionga ortdi. Mahallangiz asosan nimadan daromad qilgan o'zi? Misol uchun qulupnaychilik ko'proq bo'lgan bizda. Qo'ziqorinchilik, keyin o'rgatib, uni ham rivojlantirib yubordik. Yil bo'yi mana qishda dasturxoningizda qulupnay turadi. Haqiqatdan odamlarimiz saviyasi kuchayganidan men shundan xursand bo'lib ketaman-da. Prezidentimizning 408-qarorlari bilan bizning mahallamizda ham 3,5 kilometrga toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Oldin unaqa narsalar yo'q edi. Keyin kanalizatsiya tizimi ishga tushirildi. Prezidentimiz mana 30-yilgacha degan rejalari, endi raislar mana oldin g'oz vakolatlari xabaringiz bor. 3 yildan 5 yilga o'zgardi. Kecha kuni ham selektorda prezidentimiz aytibdilar, bu raislarga ko'proq mas'uliyat beradi. Bu davr ichida yana ko'proq o'sha o'zini rejalarini amalga oshira oladi. Imkoniyati bo'ladi. Endi uning uchun biz albatta harakat qilishimiz kerak. Endi bizani asosan mana shu yettilik vazifasi birinchi o'rinda ishsizlik yo'qotish bizda. 25 yil atrofida mana bunaqa asfalt qilish, bunaqa ko'chalar qilish degan narsa yo'q bo'lib ketgan edi. Mana 8-9 yil bo'ldi, Xudoga shukr. Endi bunaqa loy ko'chalar deyarli qolgani yo'q. Asfaltlar qilinyapti, misol uchun mana kanalizatsiyalar, suvlar olib kirilyapti. Infratuzilma yangilanib. Infratuzilma yangilanib boryapti. Yana yaxshilangan sari yana yaxshilanishga harakat qilinyapti. Bu odamlarning kayfiyatiga ham ta'sir qiladi. Odamlarning albatta kayfiyatiga ta'sir qiladi. Bular endi o'sha orchi, misol uchun endi oldingi xonadonlar emas, misol bir qarchi yeri ham misol uchun bo'sh qolayotgan joyi yo'q, odamlar bilasizmi? Yashil makon o'sha boshlab yubordik bizda ham. Hali ko'rsatamiz, mana olib kelib dekorativniy daraxtlar olib kelib, misol tashlandi bo'lib yotgan joylarni prezidentimiz hozir beringlar, foydalansin deyaptilar. Misol uchun o'shalarni mana berib, biriktirib berib foydalanyapti. Ham tadbirkor foydalanyapti, ham o'zimizga foyda tegyapti. Tayyor mana shu ko'chatda oladi, ekadi. Gullar oladi, ekadi. Endi bundan ortiq yana farovon bo'lish uchun nima kerak xalqqa? Hamma narsa tayyor. Ha, imkoniyatlarni to'g'ri ishga solish oldidagi asosiy vazifa. Chunki endi xalq bilan davlatni bog'lovchi mustahkam ko'prik bor. Assalomu alaykum Mirza aka. Assalomu alaykum. Bilamiz, bugun aynan shu mahalla tizimida juda katta islohotlar qilinyapti. Bu eng katta o'sha davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslardan biri bu o'sha mahalla yettiligi. Va bugun u o'zini
chin ma'noda oqladi. O'sha natijalarni, o'sha islohotlarni samarasini sizni mahallangiz misolida ko'rishni niyat qilganmiz. 2022-yili 11-yanvar kunidan ish boshladim. Shu tizimga ishga kirib, bungacha tadbirkorlik qildim. Amerika davlatlarida 2 yil ishlab, keyin Germaniya davlatlarida, rivojlangan davlatlarda ishlab kelib, bunaqa mahallabay ishlash tizimini ko'rmaganman va haqiqatan ham kelib tizimga ishga kirib, mana kechagida video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari bilan muloqot qilish baxtiga sazovor bo'ldim. Bundan albatta juda mamnunman, juda xursandman. Bu menga yanada kuch berdi, yana ishonch bilan kelajakga ishlashga motivatsiya bo'ldi. Hokim yordamchisi lavozimida 3 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, bilasiz, hokim yordamchisi bu asosiy vazifasi bu tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish. Bu bizning funksional vazifamizga kiradi va bu ishlarni hammasini mahallada tizimli tashkil qilib, mana hozir prezidentimizga katta rahmat, mahalla 7ligi bizga yaratib berdilar. Biz ish boshlagan paytda mahalla 5lik edi, bilasiz. Hozir soliqchi bilan bankirni ham qo'shib berdilar. Bu ancha yengillik bo'ldi bizga ishlashga. Mahallani o'zida bankir bilan va soliqchi bilan birga soliqlarni undiryapmiz. 10% mahallada qo'yapti. Juda ko'p sharoitlar va imtiyozlar va qolaversa shunchalik bemalol ishlashga sharoitlar borki, ishlamasdan iloji yo'q. Albatta bularning hammasi inson qadri uchun deb hisoblayman. Aholini roziligini olish uchun davlatimiz rahbari doim aytadi-ku, xalqni roziligini olish kerak deydi. Mahallada birinchi navbatda ishni tizimli tashkil qilgan bo'lsak, ikkinchi navbatda mana hozir bizga yaratib berilgan turli tuman moliyaviy instrumentlardan foydalanib aholiga imtiyozli kreditlar ajratish, aholini bu bilan tadbirkorlikka jalb qilish bizga juda qo'l kelgan. O'ymot mahallasining yutug'i menda nima deb hisoblayman. Bu har bir xodim mahalladagi 7lik o'z yo'nalishida mutaxassis. Hamma o'zini yo'nalishini tortadi. Loyihalaringiz haqida gapiring. Mana bu yilning o'zida qancha aholiga mana kreditlar berdingiz? Yana qanaqa yangi loyihalar qildingiz? 2025-yildan hisoblaydigan bo'lsak, yil boshida mahallamda 44 ta ishsiz, 33 ta kambag'al oila va 28 ta fuqaro migratsiyada yurgan edi. Joriy yilning 9 oyi davomida migratsiyadan fuqarolarni video zvonok qilib, gaplashib, chaqirib olib, bularga bu yerda kredit berib, imtiyozli tadbirkorlikka jalb qilib olib qoldik. Fuqaroni biron bir ish bilan tadbirkorlik qilishga undab, unga lider tadbirkorni biriktirib yoki kooperatsiyaga biriktirib, ularni yo agar ishlolmaydigan nogiron bo'lsa, unga kasanachilikni qilib, o'zim endi ilgari aytganimdek tadbirkor bo'lganim uchun ko'p tarmoqlik tadbirkor bo'lganman. O'shaning uchun har bir sohada o'zim ustozlik qilib, o'rgatib, fuqarolarga to'g'ri yo'l ko'rsata olganman. Rentabellik deyiladi-ku, o'sha yaxshi daromad keltiradigan yo'lini o'rgatsangiz, agar fuqaroda qiziqish bo'lib, dangasa bo'lmasa, albatta o'sha ishni oldinga bosadi. Yil boshidan beri men 800 million so'mlik kredit imtiyozli ajratdim. 2024-yili 2,5 milliard ajratgandik kredit. 8 ta xonadonga subsidiya ajratdik. Bu ish qurollari, asbob-uskunalar. Shular qatorida mana hozirgi kunda yana yil boshidan beri 66 ta mikro loyiha yaratdim. Davlatimiz rahbarining bu galgi video selektorining asosiy mavzusi bu mahalla 7ligini, vazifalarini, faoliyatini rivojlantirish va o'zlarining tili bilan aytganda mahalla 7ligi xalqchil bo'lsin, xalqqa yaqin bo'lsin va hozirgi faoliyatida yana rivojlantirishga turtki bo'ladigan ancha instrumentlarni aytib berdilar va ancha yangiliklarni aytdilar. Binolarni sotuvga qo'ysak bo'ladi auksionga. Puldan 70%ni mahallani o'zida qoldirilmoqda. Bu juda katta mablag', katta imkoniyat. Mahallaning infrastrukturasini to'g'rilasa bo'ladi, ko'chalarni asfalt qilsa bo'ladi. Misol uchun mana open budjetda 50%ni davlat tarafidan qoplab beriladigan bo'ldi. Albatta tan olish kerak. Davlatimiz rahbari mahallaga e'tiborni juda katta qaratyaptilar va imkoniyatlar yaratib beryaptilar. Boshimizni qilayotgan islohotlari, qilayotgan mana shu shart-sharoitlarni tadbirkorligiga mana oddiy bir mahallada ilgari bo'sh turgan bino edi. Selpo deyilardi ilgari bilsangiz, o'sha Selpoda 2020-yili oddiy xususiy korxona qilib ochgan fuqaromiz 10 ta xotin-qizlar bilan ish boshlagan.
20-yili. Mana 21-yillari ham shunaqa edi. 22-yili mana hokim yordamchilari tashkil topgandan keyin biz birgalashib bu joyga kelib, aholi bilan birga kooperatsiyani tashkil qildik. Mahallamizdagi uyda o'tirgan ayollar bilan kredit ajratib, tikuv mashinasini olgandan keyin u xonadonlar nima sotamiz degan masala turdi. Shu paytda chunki tushunmaganda ular. Shu paytda men bu korxonaga kelib, o'shalar bilan birgalashib bog'lab qo'ydim. O'sha xonadon birgalashib bog'lanib, hozirgi kunda 200 ta ish o'rin yaratgan korxonaga aylandi. Mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lib hozirgi kunda ishlamoqda. Mana yaqinda prezidentimizni Halla 7ligi to'g'risidagi video selektor yig'ilishida aytib o'tgan korxonasi bo'ladi. Bu korxonani biz 2023-yili 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturiga a'zo qilganmiz. Bu dastur bo'yicha bu korxona 3 yil davomida 200 ta ish o'rni yaratish kerak edi va shu ish o'rni yaratgani orqasidan davlat tarafidan bu korxonaga imtiyozlar berilgan. Soliq imtiyozlari, bojxona imtiyozlari, eksport qilayotganda yashil yo'l yoqib berishda mahallamizni 50% ishchisi bizani mahallamizni fuqarolari. Qolgan 50% yaqin mahallalar Chirchiq shahar, Yuqori Chirchiq tumani, Bo'stonliq tumani va bu tarafdan Parkent tumanigacha o'zini avtobuslarini qo'yib, olib kelib tekin tushlik beriladi. Barchasi yevro standartga javob beradigan sharoitda ishlashmoqda. Ish boshqaruvchi Maqsuma. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qisqa muddatda mana chiroyli bir juda ko'p ish kuchiga ega bo'lgan korxonaga aylanibdi. Eng muhimi bugun mana sizlar ishlab chiqarayotgan mahsulotlar eksport qilinayotgan ekanda chetga. Albatta, zdaniyamiz eski zdaniya bo'lgan. Keyin prezidentimiz qarorlariga asosan shunaqa keng korxonaga aylandi. Asosiy mahsulotlarimiz Rossiyaga eksport bo'ladi. Hozirgi kunda 200 ta xodim ish bilan ta'minlangan. Kuniga qancha mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati bor korxonada? Kuniga 4,5 mingta mahsulot, tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Bugun tadbirkorlarga keng imkoniyat yaratilgan. Kelgusida faoliyatni kengaytirish, Yevropa davlatlariga ham chiqish mahsulotimiz bilan o'zimizni brend orqali. Ma'rifatxon, bizani mahallada ekilayotgan mana shu qovoqlar ham bizani prezidentimiz tomonidan berilayotgan shart-sharoitlarning orqasidan. Bu xonadon ham kambag'allik reyestrida turadigan xonadon. Yil boshida biznesga birinchi qadam moliyaviy instrumenti orqali 20 million so'm kredit olib bergandik imtiyozli. O'sha kreditni olib bular o'zi dehqon, ko'chat yetishtiradi, ko'p yillardan beri qovoq yetishtirardi. O'sha pulni olib, urug' olib ekdi. Mana shu qovoqlarni 50 kilogramgacha. Birsi. Shunaqalari 50 kilogacha, 60 kilogacha shunaqa gigant golland sortidagi qovoqlar. O'zlari ekib, o'zlari sotyapti. Albatta, bu qovoqlarni bultur ham ekishgan bular Qibray tumani, qolaversa Chirchiq, Toshkent shahar yaqin Mirzo Ulug'bek tumanlaridagi fuqarolar biladi, kelib olib ketishadi. Tadbirkorga imtiyozli kredit olib bergandan keyin tashab qo'yish yo'q. Unga albatta shu lider tadbirkor biriktiramiz, bilmasa o'rgatamiz, kasb hunarga o'rgatamiz, bozorni sotib berishga xaridor yordam beramiz. Chunki kreditni olib ertaga qaytarishi bor. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Hosillarga baraka. Rahmat, umringizga baraka. Bu yilgi hosilingizdan eng kattasi necha kilogramm bo'lgan? 35-34 kilo bo'ldi bu yilgisi. Eng kattasi? Bulturlari 40 kilo, 65 kilogacha bo'lgan. Qanaqa endi daromadi? Daromad yaxshi bo'ladi. Xaridorlar bor, har doim Toshkentdan kelishadi. Restoran, bu yil mana 10 ta restoranga tarqatdik. Keyin bizlarga asosan bizlarnikini sup qilib ichishadi. Anaqada bu shifo, anaqaga sahrga, jigar yuvarkan bu o'zi hamma biladi hozir bilib olishga. Shunda bu yil necha tonna oldingiz? Bu yil 150 tonnacha oldik. Znakdan o oxirigacha edi. 150 tonna bu hozir qolmaganida, tugagani. Ancha sotilibdi. Oxirlab qoldi. Qaysi oyda yig'ib olgansiz? Avgust oxirida. Endi qovoqdan qanaqa rejalar qilyapsiz kelgusida? Kelgusida shu yana ko'proq ekish, Yangi navlar. Yangi navlar, xudo xolasa ko'chatchilik qilamiz. Mevalardan urug' olib, o'zimiz ekib, payvand qilib, meva ko'chatga chiqaramiz. Buni hozir kiloga sotasizmi yo donaga? Kiloga. Necha pul kilosi? Kilosi 4 ming, 5 ming sotilyapti. Yaxshi. Bu yilgi mana shu 150 tonnadan qancha daromad olishi ko'zlagansiz endi o'rtacha? O'rtacha 100 million. Yaxshi. Foyda, sof foyda. Sof foydasi. O'zi buni alohida o'zini urug'i bo'ladi, mana shunaqa katta bo'lib yetilishi uchun yo u parvarish qanaqadir shuni o'zidan olib, o'z ekaveramiz. O'zidan mana hozir boshlaganmiz, urug'ini olamiz, olib qo'yib, keyingi yil ekaveramiz. Qancha tosh bosar ekan ko'ramiz. Mana
yosh qovoq bu 22 kilo chiqdi. Demak, kilosini 4 mingdan hisoblaganda 88-90 ming so'm atrofida. Ancha daromad qilsa bo'lar ekan. Kattalari ko'paydi, bu hali kichkinasi. Bundan katta 35 kilogacha bo'lgan. 35 kilo, 40 kilogacha chiqdi bu yil. Bularni ham bozori chaqqonmi? Bularniki juda chaqqon. Harakat qilsa, mehnat qilsa bo'ladi mana daromad. Prezidentimiz mana bizga shunchalik shart-sharoit yaratib berdilar. Dehqonlarga ayniqsa sharoit yaratib berdilar. Prezidentimizga katta rahmat. Shu birgina qovoq bilan mana shuncha daromad bizada-da, mana dehqonchilik orqasidan ko'p daromad qilsa bo'ladi. Mahallada qishloq xo'jaligi mahsulotlaridagi rekord natijalar bilan birga hududni yashillikka burkash, ekologik toza muhit yaratishga ham e'tibor qaratilgan. Ko'pchilik xonadon egalari tomorqasida gul ko'chatlari yetishtirayapti. Ayrimlar esa bu borada yangi tashabbuslar qilishgan. Biz turgan ushbu joy qarovsiz joy bo'lgan. Lekin buni o'sha mahalla raisi, hokim yordamchisi bilan birgalikda shu mahallada yashovchi Furqat akaga ajratib berishgan. To'g'rirog'i ular bugun mana shu yerni obod qilib, ko'rib turganingizdek, mana 100 ga yaqin gul ko'chatlarini sotuvini yo'lga qo'ygan. Bu hudud aholisi uchun ham narxi jihatdan ham qulay. Shu bilan birga ish o'rinlari yaratgan. Bu borada Furqat akani o'zi bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan mana yashil makon dasturlari hammasi ishga tushib, o'shandan bir motivatsiya olib, yashil makonga bir hissamiz ham qo'shiladi, mahallada ish joylar ham bo'ladi, obod bo'ladi degan maqsadda shu joylar sal tashlandiq bo'lib yotgan joylarni obod qilib, shularni tijoratlarni yo'lga qo'yib, vodiydan olib kelib, Surxondaryodan archalarni olib kelib, sotuv yo'liga qo'yilyapti. Maqsadlar katta, ishchi o'rinlar yaratish, bularni olib kelgandan keyin kelgan mijoz bilan gaplashib, olib borib, ekib, o'zimiz parvarishlab, qarab berish, qanaqa xizmatlarini ko'rsatish, ularning hammasiga ishchi qabul qilinadi. Adashmasam yaqinda boshlagansiz faoliyatingiz bu yo'nalishda. Kimlarnidir tajribasini o'rgandingizmi? Ha, o'rgandik. Asosan Farg'ona viloyatidan tajriba oldik. Ularda bu narsalar ancha rivojlanib ketgan ekan. Ulardan o'rganib, ulardan yo'l yo'rig'ini o'rgatib, biz o'zimiz ham hozir beshta mahalliy issiqxonalarda ham shu narsalarni tashkil qilyapmiz. Tayyor bo'lganlari ham bor. Narxlari qanaqa endi buni? Narxlari hamyonbop, joylardan surishtirib kelishyapti. Sizlarda narx-navolar arzon ekan deyishyapti. Nechta ish o'rni yaratdim dedingiz? 5 ta. Hozircha 5 ta. Issiqxonalarda mana shu narsalarni hammasini o'zimizda shu yerda yetishtirib, ko'chatdan kichkina urug'ligidan qilib, o'shani harakatidamiz. Xonalarda hozir atirgulli 10 xili hammasi o'sha kurta yoshib turibdi. O'sha daromadi ham yaxshi, qiziqish ham katta. Masjidgina joyimiz bor, mahalla guzari qilib qo'ymoqchimiz. Yoniga? Ha, yoniga mahalla guzari, skameykalar qo'yib, bolalarga o'yinchoqlar qo'yib qo'yib, yozda kunlarda, kech salqinlarda kelib, tungi chiroqlarni yoqib qo'yamiz, mahalladagilar kelib aylanib. Mahalla bosqichma-bosqich yashil energiyaga ham o'tmoqda. Aholi xonadonlari quyosh panellari o'rnatib, o'z ehtiyojlaridan ortganini pul ham qilishmoqda. Ushbu xonadonda 2-3 xo'jalik yashaydi. 2-3 xo'jalik bo'lgandan keyin xarajatlari ham o'ziga yarasha bo'ladi. O'tgan yili noyabr oyidan elektr energiya va gazlarga qo'yilgan limitlar hisobiga xarajatlarimiz sezilarli darajada oshdi. Ya'ni oyiga 4-5 millionga yaqin xarajatlar ham qilgan joyimiz bo'ldi. Bu yilning boshidan yechim qidirishga tushdik. Biz o'sha kreditdan foydalandik, imtiyozdan. Foydalangan holda panellarni o'rnatdik. Soliqdan imtiyozlar bo'ldi. Bir hisobdan davlatga sotish imkoniyati ham bor ekan. Biz 30 kilovat qo'ygan bo'lsak, xarajatlarimizdan oshirgan qismini davlat bizdan sotib oladi. Kunlik xarajatimiz 50 kilovatga yaqin bo'lsa o'zimizniki. O'zimizdan oshirgan qismimizni davlat sotib olib, bizga har oyda keyingi oyda 25ida tashlab beradi. O'sha summadan gazga ham to'lov qilamiz. Xullas kalom bu gaz, svet, nalogga bo'lgan xarajatlarimizni kreditni ham panelda o'zi. Mahallada nechta xonadon bor aynan qulupnay bilan shug'ullanadigan? Mahallada 5 ta xonadon hozirgi kunda, lekin mana bir ko'cha bir mahsulot tamoyili asosida ishni tizimli tashkil etganimiz orqasidan boshqa xonadonlar ham qiziqish bildirishmoqda. Yangi yo'nalish bo'lganligi uchun xonadonlar ko'rib, qiziqib,
buni daromadini tushunib, xonadon misol uchun mana dekabrdan hosiliga kirgan paytda 300 mingdan sotib yaxshi daromad qilsa, albatta qiziqish bo'lib, kelib o'rgatishyapti bu. Asosan o'zimiz bozorga olib chiqamiz. Daromadi yaxshi, mehnatga yarasha. Oilada shu bekorchi odam yo'q, hamma shu qulupdagi ishlaydi. 30 joyda 100-150 million foyda qilishni rejalashtiryapmiz. Endi Xudo xolasa noyabrlarga pishib qoladi. Yurtboshimiz aholiga va tadbirkorlarga shunchalik imkoniyatlar yaratib beryapti, shart-sharoitlar yaratib beryapti, imtiyozlar beryapti. Fuqarolar bir-biridan ko'rib turib shu narsani qilyaptiki, keyin o'sha mahalla o'shanga ixtisoslashyapti. Misol uchun bizani Uymut mahallasiga to'g'ri keladigan bir qanaqadir mahsulot ishlab chiqariladigan boshqa joyga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bizani mahallada xuddi shu qulpinaychilikka o'xshab hozirgi kunda qo'ziqorinchilik yo'nalishi bo'yicha kooperatsiya tashkil qilganmiz. Lider tadbirkorni tanlab, o'rgatib, ularga imtiyozli kredit berib, yana qo'shimcha 5 ta xonadon qo'ziqorni yetishtirishadi. Sutni qayta ishlash yo'nalishi va chorvachilik yo'nalishi bo'yicha kooperatsiyalar bor. Xabaringiz bor, prezidentimiz zarbdor tajribasini tashkil qilgan paytlarida bank bilan aholini bir-biriga bog'lash tajribasini ko'rsatib berganlar. Aholini imtiyozli kredit bilan biznesga birinchi qadam, boshqa turli turdagi moliyaviy instrumentlarni yaratib berilganki, o'sha instrumentlardan foydalanib aholi o'zini qo'shimcha daromadini, tadbirkorligini yo'lga qo'yishmoqda. Mana shu instrumentlarni davlat yaratib berayotgan imtiyozlardan yoki shart-sharoitlarni to'g'ri tushuntira olsangiz, aholiga to'g'ri motivatsiya bersangiz, ular haqiqatan qiziqib, qo'rqmasdan hozir o'zlari tadbirkor bo'lyapti. Hamda nafaqat o'zini oilasini daromad qilyapti, qo'ni-qo'shnilarini, qolaversa qarindosh urug'larini o'yda, mana shu xonadonda o'yda bekorchi o'tirgan inson yo'q. Tadbirkor ustoz yoki o'sha lider tadbirkorni biriktirib berganim orqasidan bular mana hozir yangi texnologiya bo'yicha qulupnayni yetishtirishmoqda. Mana hozir biz mahallamizdagi Sohibkor 9-uyda turadigan Inagama va Feruzalar xonadonidamiz. Xabaringiz bor, bu yil kambag'allikdan farovonlikka sari dasturi asosida hozirgi ijtimoiy reyestrda turgan fuqarolarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan bu xonadon ham kambag'allik reyestriga mahalla yetkiligi tarafidan tasdiqlangan va bularga tashkilot rahbarlari biriktirilgan. Biznesga oliy maktabiga o'qitish dasturlariga a'zo qilib, bu Feruza xonimiz o'qib bitirib, qanaqa tadbirkorlik qilamiz degan savolga trenerlardan, o'sha o'zini ustozlaridan maslahat olib, eng yaxshi biznes bu quyonchilik biznesida to'xtadi. Kambag'al oila bo'lganligi uchun bularni joylarini remont qilib, bularga 5 million so'm subsidiya ajratilib, qafaslar olib berilib, bularga ancha yordam ko'rsatildi. Xonadon egasini kayfiyatini hozir mana ko'rasiz. Mahallada yangilikka qo'l uribsiz-da. Bu meni o'zim qiziqishim. Qaysi turlarini parvarish qilyapsiz hozir quyonni? Hozircha menda go'sht mahsulotiga to'g'ri keladigan, kattaroq zotlarga qiziqishim bor. Ya'ni fransuzskiy baranlarim bor. Mana bular. Mana katta-katta. Keyin nemetskiylarim bor. Ular ko'pincha nima deydi, terisiga boqiladi. Mana yapon pandalarim, naryoqda flander bor, quloqchalari bilan. Hozircha shular, xudo xolisa yana ko'paytirish jarayonidamiz. Mahalla katta yordam berishyapti bu tomondan. Men xursandman. Siz bulardan qanaqa daromad kutyapsiz? Daromad xudo xolisa ovomiz sekin-sekin. Bozorda nima deydi, narx har kuni har xil. Bir yilda qaysi naslidan daromad oldingiz? Fransuzskiy baranlarimdan ko'proq mana bulardan. Bularni bitta mana shu farzandi mana ikkita. Buni da avlodini olganman. Mana shu turishini o'zi 500 ming, 300 mingga ketadi. Bittasi? Bitta donasi. Yaxshi. Mana hozir eng toza zot deb hisoblanadi. Mana bu yuzlar mana bunaqa. Hozir nechta quyoningiz bor shunda? Hozir umumiy 19 ta quyonim bor. O'zi 20 tadan oshiqda. Yaqinda bozorga chiqdi. Bular ijtimoiy tarmoqlarda ham shu. Internet olamida ham biz bormiz. Uyda o'tirgan holda telefon orqali. O'zi asli men uyda o'tirib pul topishni chaqirganman. Mana bu quyoningiz nima? Bu fransuzskiy baran. Buni olib ko'rsam bo'ladimi? Buni ololmayman chunki 2 xat bu. Bular naslga turganlar hammasi. Bular hammasi mana shu. Lekin mana bunisini olib beraman. Qaysi? Buni? Albatta.
Tashabbuslar Uy-Movudda ham har bir imkoniyatni loyihaga aylanib, yangi ish o'rni, aholi uchun daromad manbai yaratishga xizmat qilyapti. Tizimdagi islohotlar Toshkent viloyatining har bir mahallasiga kirib borgan va katta harakatga aylangan. Ko'rsatuvni tasvirga olish paytida viloyatda aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi o'tkazilayotgani haqida eshitdik. Uy-Movud mahallasining tadbirkorlari ham ushbu tadbirda qatnashayotgan ekan. Mehnat yarmarkasida viloyatdagi turli sohalarda faoliyat yurituvchi 130 ga yaqin korxona va tashkilotlar 4000 dan ziyod ish o'rinlari bilan ishtirok etdi. Aholini daromadli mehnat bilan band qilish, kambag'allikni qisqartirish masalasi birinchi dolzarb masala bo'lib turibdi. Bu borada oldingi yillar bilan agar solishtiradigan bo'lsak, mutlaqo bugungi kunni solishtirib bo'lmaydi. Sababi har bitta yo'nalishi o'zini tegida manbasi bilan bo'lib turibdi. Masalan, oldin aholini bandligini ta'minlaymiz dedik, ish o'rin yo'q edi. Ish taklifi yo'q edi. Bugungi kunda teskarisi bo'lyapti. Ya'ni mana hozir bugungi mana yarmarkada ham ko'rishingiz mumkin, ish o'rin bor. Korxonalar yaxshi malakali ishchilarni qidirib yuribdi. Bu albatta shu jamiyatda iqtisodiy o'sishni bildiradi. Bu yil Toshkent viloyatida 412 ming aholini bandligini ta'minlashni oldimizga reja qilib olganmiz. Bu rejani 9 oyda biz 412 mingni 9 oyda biz amalga oshirdik. Bu yil reja qilganmiz 10 ta hududimizda kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish. Bu bo'yicha bizda aniq chora-tadbirlarimiz mavjud. Prezidentimiz ko'rsatib bergan o'sha 4 ta o'sha tajribani o'zida biz 100 mingga yaqin aholini bandligini ta'minlaymiz. Eng muhimi bandlik, kambag'allik darajasini mahallaga tushib, xonadonbay, ko'chabay, mahallabay ishlab, mahallani kesimida reja qilib, mahalla yettiligi rais bosh shu masalani agar har bitta mahallada biza joriy qiladigan bo'lsak, kambag'allikdan xoli hududga aylantirish har bitta mahallani imkoniyatimiz mavjud bo'ladi bizda. Prezident ta'biri bilan aytganda, islohotlarimizning ostonasi bo'lgan har bir mahallaga yangi O'zbekiston nafasini olib kirish avvalo mahalla yettiligining jamoa bo'lib ishlashiga bog'liq. Toshkent viloyatidagi mahallalar, xususan Uy-Movud ham ana shu ruh, ana shu shijoat bilan yangi tashabbuslarga kirishgan.